Here's my home. Here's my home. Here's my son. Here's my son. Here's my daughter. Here's my daughter. Here's my home. Here's my home. Here's my city. Here's my city. There's my country. There's my country. There's my soul. There's my soul. Here's my freedom. Here's my freedom. Assalamu alaikum ve rahmatullah. Hürmetli Şərq Türkistanlı qarindaşlarım, aziz milletim. Həmmimizge ma'lum Xitay Komünist katilleri 2017 yılı ilip birivatkan lagerlar siyaseti bilen dünyada insanlık tarihinin kömügen bir zulümünü icra kılıp kilivatıdı. Bugün 35 milyonluk Şərq Türkistan'daki Uygur Müslümanlarının belki 5-4 milyonu lagerlarda mecburlap lagerlara solmuş arkalık bulanı fikri islahat kılımız diyen naiti yumuşak bir söz bilen dünyanın közü buyurup milyonluğun qarindaşlarımız işkence, kıyın kıstak her kıl zulüm bile öttürülüvatıdı. Bu zulümni Xitay dünyadan yoşuruş için türlük yalganlar bilen biz lagerlar siyaseti icra kılmadık, lagerde Uygur yok diyen bu sepsitini dünyanı aldaş için ilan kılıp kilivatıdı. Hatta yakında akan haberlerimizde dünyanın, BDT'nin ve gayi devletlerinin Xitay'ın bu siyasetini eğiplep bunu tekşürümüz diyen sözlerine karta Xitay lagerdeki Uygurlarını işkirge yötkigenlik uçurlarıma bizge yetiklik. Biz vatanimizdeki qarindaşlarımızdaki avazı boğulgan, ularning özünün hakkıga, özünün hukuka, özünün ciniga, özünün namusuga ega chiqolmaydigan bir holatda muhaciratdagi Uygurlar, muhaciratdagi Şərq Türkistan teşkilatları elbette özümüzün milli, vicdani, imani burcumuzu ada qilishimiz kerak. Bu bo'lsa, biz endi vatanimizdeki qarindaşlarımızın bu içinarlık ahvalini bütün dünyaya guvohlik berish orqali biz bunu izhar qilmasak, biz bu dünyada mı ahirette mi ne milletimizga ne Allah'a yüz kelenmeyimiz. Şahsen benim yakın tukanlarımdan Yasin İbrahim ve Mehmet Emin Yasin yakında şu bir neçe ay içinde ya ki ötken yıl içinde Xitay komünistleri tarafından Turmada ya lagerde şehit kılındı. Hazır Kayseri'de 3000'deki Şərq Türkistanlık Uygur musafir muhacir yaşayatımız. Kalan qarindaşlarımızdan mı, kalan yurttaşlarımızdan mı ahvalı menden farklı emez. Biz hazır 2 yılın yakı vatenden hiç kanda bir alaka uçur alanmaklık. Üyedeki uruk tukanlarımızın ki hayat mı ya öldü mü? Nerede ekenligidan bizning ma'lumotimiz yo'q. Bugun men yolg'iz o'zimniki guvohchilik emas, Qayseri'dagi 3000 Şərq Türkistanlik Uygur musafir muhacir namıdımı guvohlik bermanki, biz endi bizning millatimizningki bu ichinarlik ahvolini xalqaraga namoyon qilish, xalqaraga izhor qilish va Xitoyning bu rezil siyosatini fosh qilish orqali Xitoyni xalqaro sudga, xalqaro sahnaga so'rab chiqishimiz kerak. Agar biz bu mas'uliyatni ado qilmasak, bu dünyada hem ahirette hem milletimizden hem Allah'ın aldıda yüz gülenmeyimiz. Biz inşallah bu mesuliyetini en yakşı, en mükemmel bir şekilde ada kılışımız gerek. Şu hakta bütün qarindaşlarımızga ben guvalık bir işini talep kılıman. Guvalık bir iş bizninki en akıllisi bir insani, bir vicdani, bir imani mesuliyetimiz. Esselamu Aleyküm. Assalamu alaikum, Şərq Türkistanlı qarindaşlarım. Benim ismim Mehmet Emin Ala. Dadamның ismi Ala Mallahun, anamның ismi Rabia Tursun Hacı. Ben 1971 yılı 11. ayının 7. günü Atiş şəhərdə dünyaya gəldim. Ben 2000 yıl Şərq Türkistanda yaşadım, işledim, gördüm, bildim, oyladım. 2000 yılı ben Belgiyanın Leuven Üniversitesi'nde felsefe fəlləri boyunca doktorluk okuş için çıktım. Ta ki 2000 yılda 2018 yıllıkça ben asası vatanga qaytib bakmadım. Menimki dadam bilan apam bilan aloqalashishim 2014 yilgacha bo'ldi. Bular dadam bilan bo'lgan aloqam, telefon aloqam asosan 2014 yilgacha bo'lib keyin to'xtadi. Chunki men ayni vaqtda dadamninki mening chet elda Xitoyga qarshi yapgan faoliyatlarim sababidan Xitoy bexatarlik organi tarafidan tushirgan turli besimlar sababidan ben onu his qildim. Bana bu o'zi bildirdi turli shakllarda. Şununla ben bu aloqalashishni asosan to'xtatdim. 2015 yılı apam o'xshash qismatda, o'xshash sababda, o'xshash sharoitda men bilan bo'lgan ona bolalik munosabatini uzganligini jakolabdi.
Şundan ki ben bu apam bilen bu asasen alakamni to'xtatdim. Hozir men apam bilan dadamninki, ham apam bilan dadamninki, bolalarninki, ularning ayolininki, nevralarininki qanday bo'lganligini bilmayman. Bizning jamoatda hozircha bir 30 yaqin odam bor. 30 yaqin odamninki lagerning ishida mustaqilmi, ularning salomat emasmi, bu narsani hech nimasini bilmayman. Mening bu hikoyalarim, bu tarjimalim Avustraliyadagi turli hukumat organlariga yetkazilgan allaqurun. Hatta matbuotlarda bu qismatlar turli shakllarda e'lon qilingan. Endi bu yaqinda shu lagerlar ilib berilgan qat'iyatning kuchishi bilan men ota-onamning va bishtiqalarimning izlarini qilish uchun ko'p kuchidim. Ammo buning asosan men g'alaba qozonmadim. Mayli telefon aloqasi olsun, mayli boshqalarninki havolasi orqali olib berish bo'lsin, buning asosan men bir cho'ng bir ilgirlash nima qilolmadim, topolmadim. Shuning uchun men qo'limda bir aniq bir paket ularninki nadlik izlari to'g'risida paket bo'lmaganligi uchun hech qanday bir xalqaro organlarga bu haqda men taxir bir narsa degidek bo'lmadim. Bu vaqtda izlanyapman. Agar qo'limda qachon paket bo'ldi ekan, men buni albatta xalqaro cho'ng tashkilotlarga ko'tarib chiqaman. Hurmatli Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, men so'zimning oxirida hammanglarga shunday bir jiddiy murojaat qilamanki, hozir Xitoylarninki Uyg'urlarga qaratayotgan, mayli vatan ichida bo'lsin, mayli vatanning sirtida bo'lsin, mayli bevosita bo'lsin, mayli vositalik bo'lsin, bu qat'iyatni butun dunyoga bildirish uchun har bir Sharq Turkistonlikninki bu haqda guvohlik berishi intayin zarur. Bu bizningki vatandagi ovozni chiqarolmayotgan, ko'ngildagi deyolmayotgan, qalbidagini dunyoga anglatamayotgan ashu turmadagilar bo'lsin, turma sirtiga bo'lsin, lagerdagilar bo'lsin, lager sirtigalar bo'lsin, ashu qarindoshlarimizninki ovozini dunyoga anglatish intayin muhim rol o'ynaydi. Yana birisi bu bizningki jasorat bilan o'ttirg'i chiqib, o'zimizningki vijdoniy burchimizni ado qilganlik bo'ladi. Xitoyning maqsadi bizning xalqimizni mayli ichida bo'lsin, mayli sirtida bo'lsin, ovozsiz, unsiz, untinsiz hech qanday iz qoldirmay, pak-pakiz yo'qotmoqchi. Bizning guvohligimiz nima qila oladi? Bizning guvohligimiz dal mana shu jinoyatga qarata shohidlik rolini o'ynaydi. Xitoy o'chaymoqchi bo'lganni, Xitoy yo'qotmoqchi bo'lganni, Xitoy butunlay unutilmoqchi bo'lganni, ninki yo'qotilmaydiganligi, unutilmaydiganligi va buningki hech qanday pakitning izini o'chagil bo'lmaydiganligini ularga bildirdi. Xitoyga bildirdi. Shundan bir vaqtda dunyoga bildirdi. Shuning uchun qarindoshlarim, bu guvohlik berish intayin muhim bir jarayon. Mana shu muhim jarayonni hammanglarning tushunib, o'zinglarning qarindoshlari uchun guvohlik berishinglarni umid qilaman. Bu guvohlik eng oxirsida sizlarningki jon-jigar qarindoshlaringdan halqib, butun millatning hayot mamotiga munosabatli bo'lgan mana shu paytdagi ovoziga aylanadi. Hammanglarning bu safga qatilishinglarni umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz qarindoshlar. Mening ismim Abdurahmon Abdullah, Yakan Mayisning Do'ngvoq yezisidan. Men 5 oy singlim va 2 inimning bor yo'qligidan hech qanday xabar olmadim. 4 yil bo'ldi mening aloqam to'liq hech qanday kesildi. Men ularning g'amini qilib, ularning bormi yo'qmi deb hech kunduz ishim ichishib, uxlayolmay shunday yuryapman. Men Xitoy hukumatiningki Sharq Turkistonliklarga bu qadar nazik kamplarga, lagerlarga sulab, shunday azob uqubat selayotganligiga men guvohlik beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli qarindoshlar, men Abdulkarim Kuchar, ya'ni Karim Qori. Vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Kuchar noyisidan. Mening oilam bilan ko'rishomig'ida 3 yildan oshdi hozir. Meniki oilamda, meniki cho'ng akam, ikkinchi akam va mendan kichik singlim bor. Men ikkinchi akamni 5 yillik kesyapti. Buni 3 yil atrofida bo'ldi hozir. Meniki kichik, mendan kichik singlim. Ya'ni ikkinchi akam Yemiz Ziyap deymiz. Bu Urumchidagi turmida. Mendan kichik singlim Nurnisam Ziyap. Buni bir onlarga xabar qarg'a vaqtdagi o'zida 5 yil kesyapti deydi. Yeni bir gap qarg'a vaqtning o'zida 7 yil deydi. Yeni bir aylandan keyin boshqa bir gap qarg'a vaqtning o'zida, yani boshqalar 15 yil deydi.
Hatto atamiz bir, anamiz bir bo'lgan bu qarindoshlarimizninki qancha yil kesayotganligini o'qamadik endi. Uningda cho'ng bir akam bor. Yani ahas yap deymiz. O'zi yolg'iz. Mana u nima ish qildi, hayotmi, hayot emasmi? Mana buni shu bilmaymiz. Men shunga o'xshagan, shunday musibat ma'g'al emas. Mana Uyg'ur xalqimizningki har birisiga, yani asosan har bir oilaga bu bir xil bu zulm, bu musibat mana Xitoy zolimlar tarafidan keldi. Hammamizga o'rtaq kelgan bir ofat, hammamiz o'rtaq kelgan bir zulm, musibat. Men bo'lgandikin biz o'zimizningki Uyg'ur musulmonlari bo'lishimiz sifati bilan mana imzo etish degan bu ishlarga aktiv qatnashishimiz Xitoyniki bizningki Sharqiy Turkistonda bo'lgan inson qalbidan chiqqan bu zulmniki o'zini butun dunyoga anglatishimiz, o'zimiz yashayotgan davlatlarningki kanallari, mail adresleri, çoğun gez jurnallarga bunu deb, shuningdek sosyal taratqu, yani Facebook degan ularni qo'llanishi orqali bu Xitoylarniki qilgan zulmni bashirisini etishimiz kerak. Bu har bir Uyg'ur musulmonlarniki gardindagi majburiyat. Buni qat'iy qilmasa bo'lmaydi. Bizningki amalimiz bor. Her qanday vaqtda o'zi buni deyishimiz kerak, tutmasligimiz kerak. Mana imzo deydigan ish bo'lgan bo'lsa-mu, buni qat'iy tavranmasdan buni qarta Alloh savob berdi. Bu Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan bizning gardinimizga jazman u majbur, mas'ul. Agar biz bu zulmni bilib turib, xalqqa demisak, u chaniki o'zidan cho'ng bir xatolikqa o'tkazgan bo'lamiz. Zulmga sukut qilgan bo'lamiz. Razıylık bildiğen bolumuz. Bu dinimizde her bir doğru emas ve şununla insaniyetlerini hiç kanday insaniyet cemiyeti bunu kabul kılmaydı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de La yuhibbullahu cehre bis-su illa men zulim diye ayet var. Mene yama işini uç aşkara uyabık car selip bu yerde yeyişini Allah yaxşı görmeydi. Lekin zulüm kılınan kişi olan bolsa şu zulümün her kandak eski yaman sert ajdaq qılığı bolsa-mu bunun için deyiş gerek. Muş işlarınki özünü xalqara alemge yeyişqa hemmimiz hareket qilishimiz kerak. Allah Taala hemmimizni şu to'g'ri fikrga mujassamlashtirib, mushu hareket uchun bir aktiv ovoz qo'shilgan, hareket qilgan kishilarningki qatoridan qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum. Ben Ataullah Şahyar, Şarkı Türkistan'ın şair naisidim. Benim Şarkı Türkistan'da akam, singlim ve başka nurgun yakın urug tukallarım var. 2016 yıldan bu yan Şarkı Türkistan'daki tukallarım bilen hiçbir şekilde alakalaşalmadım. Ular hazır hayat mı, öldü mü, turmadı mı veya ki jigveliş kamptırdı mı bilmeyim. Tukallarımın hazır Nazi kampında kamılıp durvatkan 3 milyondan artıq Şarkı Türkistanlı qarindaşlar bilan o'xshash oqibatda bo'lishidan ansirayman. Ular bilan telefonda bo'lsin ko'rishishni va tuqqanlarimning ahvolini bilishni bakma orzu qilaman. Men chet ellarda yashayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarni Sharqiy Turkistonda izlikini ololmayotgan urug' tuqqanlar haqida guvohlik berib, Xitoy hukumatining bu g'ayri insoniy qabih qilmishini dunyoga fosh qilishga chaqiraman.